Ra'no. Ism bilan jism aksar bir-biriga muvofiq tushmaydir. Mening yosh vaqtim ayniqsa go'zallik qidirgan mag'rur chog'larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami, shahar hol-xotiramda yaxshi qolmagan Lola otliq bir qizning chevarligi to'g'risida so'z bo'ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya'ni ular oldida husndan bahs ochish uyat bo'ladirgan kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko'ra muhimroq bo'lgan husni masalasida izoh so'rashning imkoni bo'lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko'rgan, Lolaning ismiga o'xshash husni ham bor deb o'ylagan edim. Shu kundan boshlab Lolani ko'rish hajriga tushdim. Bo'yi yetgan qizlarni ko'ra olish bu kunlarda ham amri mahol bo'lganidek, bundan 10 yillar ilgarida yana mushkulroq edi. Necha vaqt hijron otida yonib, ko'cha bo'ylab nihoyat Lolani suv olish uchun ko'za ushlab ko'chaga chiqqan holatda uchratdim. Burnidagi buloqisidan boshqa agar buloqi husnga qo'shilsa, Lolalikka arziydigan hech gap yo'q edi. Yaqindagi bir boladan suv olg'uvchining kim ekanini so'ragan edim. Lola opam dedi. Bolaning talaffuzi menga Mola opam bo'lib eshitildi. Bir necha kunlar bu qizning otini Lola deb qo'yganlarni uchun achchiqlanib yurdim. Chunki afu etasiz, o'sha kezlarda achchiqlanishga haqqim bor edi. Ammo Ra'noning ismi jismiga yoxud husniga juda muvofiq tushgan edi. Men rassom emasman. Agar menda shu san'at bo'lganda edi, so'z bilan biljirab turmas, shu o'rinda sizga Ra'noning rasmini tortib ko'rsatar, qo'yar, faqat menga Ra'no gulining suvigina ko'proq kerak bo'lar edi. Soliq maxdum xasis, tamagir, har holda sajiyasi e'tibori bilan uni yaxshilar qatoriga qo'yib bo'lmaydir. Va lekin tabiat xasis emas, tikandan gul, aridan bol yarata beradir. Shunga o'xshash tikanlik yog'ochdan xush islik, latif ko'rinishlik Ra'no yaratilgan edi. Bizning o'zbeklarda ayniqsa Qo'qonga maxsus bir tus, sariqqa moyil bir tus bor. Lekin bu tusni kezdirib sariq deb bo'lmaydir, chunki biz og'riq kishining tusini sariq deymiz. Zarcha, zafar tuslari ham bunga dag'allik qiladirlar. Ta'birimiz qo'pol tushmasa, bu go'zal qiz och Ra'no gulining tusida yoki oq sariq tusda yaratilgan edi. A'zoda o'sgan tuklarga ham haligi tusning ta'siri bo'ladir. Ra'noning sochi gungurt qora, ya'ni quyoshsiz joylarda qora ko'rinsa ham quyoshda biroz sarg'ish bo'lib ko'rinar edi. Shunga o'xshash Ra'noning ko'zida ham buning asari ko'riladir. Mudavvarga moyilroq, jodu ko'zi kishiga qattiq qaraganda qoraliqdan boshqacha yana bir turlik nur sochar edi. Kipriklari ostida nafis bir surma doirasi bor edi. Qoshi tutash kabi ko'rinsa ham, ko'ndalang yotgan ikki qilich orasini nafis bir quyilib ko'tarilish ajratib turar edi. Burni hech bir munaqqidga berishmaslik mutanosib. Har zamon uyalish tabassumiga hozir turgan nafis erinlarining yuqorgi qismida sezilar-sezilmas tuklar ko'kargan edi. Yuzi cho'ziq ham emas, oy kulcha deb bo'lmas. Kishiga kulib qaraganda qizil olma ostlarida ikkita zamma ravishlik shakl hosil bo'lar. Go'yo bizga chin Ra'no guli ochilgan holatda ko'rinar edi. Sochlari juda quyuq, sanoqsiz kokillar Ra'noning orqa, o'ngini tutib yotar. Qaddi uzunlik bilan qisqalikning o'rtasi. Do'nduq barmoqlarining chimjilog'ida xina gullari. Har holda bu qiz yolg'iz Qo'qonningina emas, umuman Farg'onaning kuylariga qo'shilib maqtaluvdirgan go'zallardan edi. Ra'no Nigor oyimning to'ng'ichi. Bu yil 17 yoshini to'ldiradir. Savodni otasidan o'qib, 14 yoshida ibtidoiy maktab programmada bo'lgan barcha darslarni bitirgan. Masalan, diniy qismdan haftiyak, Qur'on, Jahor kitob, Sufi Ollayor, Maslaki muttaqin,
Adabiyotdan Navoiyning barcha asarlari, Devoni Fuzuliy, Layli Majnun, Amiriy, Fazliy va shulardek Chig'atoy o'zbek katta shoirlarining asarlari, forsiydan Xo'ja Hofiz Sheroziy va Mirzo Betil, Husnixat, Insho va boshqalar. Bu kunlarda bo'lsa, bir tomondan qizlarga saboq berib, onasiga ko'maklashsa, ikkinchi tarafdan otasida kofiya, arab, nahv va sarfiy hamda Shayxi Sa'diyning Gulistonidan dars oladi va shuning qatorida o'zi yaxshi ko'rgan Chig'atoy o'zbek shoirlarining badiiy asarlaridan alohida bir majmua tuzib yuraydir. Ba'zan ovloqroq joylarda o'zicha manzumalar to'qisa ham, biroq bularning isi o'zidan chetga chiqmaydir. Agar to'qigan she'r yoki manzumasi o'ziga ma'quldek tushsa, faqat bir kishigagina ko'rsatib oladir va u kishi ham bu sirni chetga chiqarmaydigan ishonchlik o'z kishisi. Qisqasi, biz yuqorida Ra'noning she'riy bir husnini ko'rganimizdek, uni fazl va zakovatda ham o'tgan xon zamonlari asrining nodir uchraydigan yakto fozila qizlaridan sanaymiz va sanashga ham o'zimizda majburiyat his etamiz. Ra'no qancha jiddiy bo'lsa ham, yana unda bolalik tabiati butun ko'yi saqlanardi. Ukalarining o'yiniga komil huquqli bir a'zo tariqasida ishtirok etadir. Onasining ko'zini chalg'itib, o'quvchi qizlar bilan janjallashib oladir. Qizlar saboqlarini bilmasalar arazlab, ularni o'qitmay tashlab ketgan chog'lari, arzimagan gapdan tez mutaassir bo'lgan kezlari ko'p bo'ladir. Ra'no o'zining bunday harakatlariga qarshi onasidan yaxshi-yomon mukofot olmasa ham, ko'pincha otasidan tanbeh eshitadir. Qo'yish eshitgani uchungina emas, uy-ro'zg'or to'g'rilarida onasini siqib ushlaganidan va fohish tangligidan ranjib otasini uncha xushlamaydir. Otasidan achchiqlangan kezlarda onasiga jiddiy qilib, hamma ayb o'zingizda, otamdan ko'ra tuzukroq erni topib tegsangiz, munchalik qiynalishib yurmas edik, deb bo'g'ilgan Nigor oyimni kuldiradir. Qattiq ranjigan bir kun otasi Solih Maxtumga bag'ishlab qiziq bir hajv yozgan va o'z kishisiga ko'rsatib uni kuldirgan edikim, biz kulgulik uchun bu o'ringa bir necha misrani ko'chiramiz. Yog'lar to'kilsa yerga, yotib yalar taqsirim. Bo'lsa bozorda pastlik, sotib olar taqsirim. Menim uchun bir zirak, Ra'no Bonuga jevak, desa oyim, ne kerak yummatalar taqsirim. Quloq teshish fazil emas, pulni topish hazil emas, jevak taqish farz emas, g'avg'o solar taqsirim. Muhtaram o'quvchini qahramonlarimizning bir qismi bilan tanishtirishni shu yerda to'xtatamiz. Ularning ichki va tashqi tabiatlari yaxshi yeshilmagan bo'lsa, hikoyamizning davomida yana ham ochilib va kengayib borar, deb ortiqcha tavsiyaga kirishmadik.